5,5 sotix yer maydoniga joylashgan. Arzon narxda hovli sotuvga qo'yilmoqda. Ushbu uyimizning hamma sharoitlari tayyor. Hovli desak ham bo'ladi yoki dacha desak ham bo'ladi. O'z egalari dacha uchun moslashtirishgan. Qo'shimcha bino qurish uchun alohida joylari mavjud. Kirishingiz bilan uzun ayvon. O'ng tomonda esa tashqi sanuzel. O'rtada basseyn va supa qurilganligini ko'rishingiz mumkin. Basseynimiz ham chuqurligi 180 sm, ya'ni 2 metrga ozgina yetmagan holatda qilingan. Bemalol farzandlaringiz ham cho'milsa bo'laveradi. Bir qavat qilib qurilib qo'yilgan binoyimizda kirishingiz bilan katta zal, undan keyin yotoqxona va sanuzel mavjud. Tomlari yopilgan. Bino oldida esa yozgi oshxona tashkil qilingan. Ustuni yopib qo'yilsa, bemalol yil bo'yi foydalanish mumkin bo'lgan joy tayyor bo'lib qoladi. Remont qismlarini esa o'zingizga moslab, to'g'irlab olishingiz mumkin. Do'stlar, dacha sezoniga tayyorgarlik ko'rib, kuniga bemalol misol uchun 100, 150, 200 dollargacha ijaraga berib turib, foydalanib qoladigan joy. Ya'ni ayni shunday sharoitlarda qilib qo'yishingiz mumkin. Sudlik bilan sotuvga qo'yilayotgan ushbu dachamiz yoki hovli qilish mumkin bo'lgan joyimizda barcha sharoitlari bor. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q va quduq kavlab qo'yilgan. Narxini egalari 27 ming dollarga baholashmoqda. Ozgina kami bor. Egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Bemalol bog'lanib, savdolashib, baraka qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar Kirgilida, zavod orqasidagi Beshalish